Hurmatli akalar, sotuvda 7 bosh novvoslarimiz. Qiziqqan akalarimizga aloqaga chiqarasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shaharda. Narx-navlari juda ham arzon. Kecha kunda qo'yib borgan novvoslarimiz ham hammasi bir joyga baraka bo'ldi. Namanganga 23,5 million so'mdan baraka bo'ldi. Kecha qo'ygan novvoslarimiz. Undan oldingilari Parkentga, Toshkent viloyat Parkentga baraka bo'ldi. Xullas, hurmatli akalar, bular narx-navlarga bo'lsa qisqacha o'tib qaytaramiz. Kichkina mollar emas. Yemga tashlashga tayyor bo'lgan yirik novvoslar hammasi. Qaltarishgan novvoslar. Ichida 2 kurak buzgani ham bor, buzmagani ham bor, aralashiga. Xullas, bularning ichida eng arzon narx-navosi mana shu yerda mashinalardan 19,5 million so'm eng arzon narx-navosi, hurmatli akalar. Kelasizlar, yo'q, men zo'rni tanlab olaman degan akalarimizga o'sha eng birinchidagi qora ola novvosimiz 24,5 million so'm oxirgi narx-navosi. Hurmatli akalar, shunga qarab aloqaga chiqasizlar. Bo'ladigan realniy narx-navosini aytyapmiz. O'z bizni postdan kuzatib boradigan akalarimiz o'zi yaxshi bilishadi. Bo'ladigan realniy narx-navosini aytamiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa 99lik 490 3344. Manzilda qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. 7tasini bir joyga olaman degan akalarimizga oxirgi narx-navosi 21 million 750 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ladigan realniy oxirgi narx-navosi. Faqat yana qaytarib o'taman. Hammasi bir joyga bo'lsa 21 million 750 ming so'mdan. Soni 7 bosh. 3 4 5 6 7 ta. Hozir narigi tomondagi novvosimiz ham alohida ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sotuvda novvosimiz bor narigi tomonda ham. Bundan maydaroq novvoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Narx-navosi 16-17 million atrofidagi novvoslarimiz ham bor. Kimgadir mana shunaqangi arzon narx-navodagi mollar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning Instagramda kanalimiz bor, Telegramda shaxsiy kanalimiz ham bor. Lichkamga yozsalaringiz, o'zim Telegram shaxsiy kanalimda tashlab beraman. Postoyanno mana shunaqangi arzon narx-navodagi novvos, g'unajinlarni kuzatib turish imkoniyati bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Hammasi qaltarishgan novvoslar.